Qaysi davrlarda ayollar ko'p gimnastikaga boshladi? Men bunga qarshiman. Lekin reproduktiv sistemada ham mana shunday varikozlar bo'lishini bilmaydiganlar bor. Manda bir kunga yetadi peshob ushlab turishim deyishadi. Bu aslo normal holat emas. Lekin aslini tagini oladigan bo'lsak, bu diastaz bilan bog'liq bo'ladi. Ko'p holatlarda. 5 soat bir joyda o'tirib turdingizmi? Reski turish kerak emas. Lekin yuzimizdagi nuqsonlarni biz ko'ramiz, lekin ichki organlarni biz ko'rmaymiz. Chunki men o'tkazdim bu dardni, men xohlamayman boshqa bu narsani qilishni. Assalomu alaykum go'zal, maftunkor ayollar. Assalomu alaykum badavlat ayollar. Omonmisiz? Qisqa tanaffusdan so'ng badavlat ayol loyihasi yana siz bilan birga. Albatta mana shu vaqt ichida shaxsan men sizlarni sog'inib ulgurdim. Umid qilaman siz ham bizni loyihamizni juda intiqlik bilan kutdingiz. Bugungi kunga kelib bizni loyihamiz 12 mingdan ortiq ayollarga o'z ko'magini berib kelyapti va astoydil ishongimiz kelyapti. Bizni loyihamiz yana ko'plab ayollarimizga, qizlarimizga yordam beradi. Bugun biz sizlar bilan navbatdagi mehmonni tanishtiramiz. Demak, tanishing, bugungi mehmonimiz Nilufarxon Yo'ldosheva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, rahmat kattakon. Sizni ko'pchilik Faxriya xonim taxallusi bilan taniydi. Keling, avvalo mana shunga to'xtalsak. Nimaga siz Faxriya xonim taxallusini o'zingizga taxallus qilib oldingiz? Bilamizki, bizda O'zbekistonda ko'p eskidan qolgan narsa bor. Ya'ni qiz bola ilm olish shart emas, qiz bola o'qish shart emas, qiz bola turmushga chiqsa bo'ldi, oilani eplasa bo'ldi deyshadi. Men mana shu qadriyatga biroz o'zgartirish kiritishni xohladim. Ya'ni faxr, biza ham ayollar faxr bo'la olamiz. Biza bilan ham ota-onamiz, yaqin insonlarimiz, O'zbekiston mentalitetimiz, hammamiz qadriyatlarimiz tomonidan to'g'ri keladigan mos ravishda faxrlanishlarini xohladim. Shu uchun o'zimga bu faxriy ismni tanladim. Har safar mana shu Faxriyaxon deyishganda yoki Faxriya opa, Faxriya ustoz deyishganda o'zimda yana ham bu qilayotgan ishimdan, ayollarga yordam berayotganimdan yana ham xursand bo'lib ketaman. Shijoatlanib, yana ham to'lqinlanib bu ishda ko'proq narsalarni qilishga harakat qilaman. Bilasizmi Nilufarxon, aslida siz qadriyatlarni o'zgartirishga harakat qilmadingiz. Aslida qadriyatlarimiz ayollarimizni o'quvi baland bo'lishga, ko'proq tahsil olishga qaratilgan. Lekin negadir biz uni biroz o'zgartirishga harakat qilganmiz. Boisi ko'plab erkaklarimiz o'zlariga qulay bo'lishi uchun ayollarimizni bilmadim, endi hammasi deb ayta olmaymiz. Ayrimlari ayollarimiz qanchalik uquvsiz bo'lsa, qanchalik uyda o'tirsa, ularga qulay go'yoki tuyuladi. Lekin aslini oladigan bo'lsak, bizni farzandlarimizni tarbiya qiluvchi, kelajak avlodga chiroyli bir bilim beruvchi bu ayollar bo'ladi. Shunday ekan, azaldan bizni dinimizda ham, bizni qadriyatlarimizda ham ayollarni ko'proq qadrlashgan. Keling, endi sizni hozirgi kunda olib borayotgan ishingizga kelsak. Bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun biz ayollarni salomatligi haqida gaplashamiz. Ya'ni ahamiyat berilmaydigan, nozik va har doimgidek bu holat tabiiy holat bo'laveradi degan holatlar haqida gaplashamiz. Demak, ayollarning tug'ruqdan so'ng tiklanish, salomatligiga e'tibor berish haqida gaplashamiz. Bu juda ham nozik va kerakli mavzu. Hozirgi kunga kelib juda ham bir urfga kirilyapti. Ayollarimiz tomonidan intim plastikaga juda katta e'tibor berishyapti. Lekin uni mana shu plastikasiz, tabiiy sport yo'li bilan ham juda bir o'ziga yarasha qulaylik tomonlari bor. Keling, mana shular haqida gapirib bersangiz. Bizda Rayhon opa haqiqatda intim plastikaga juda ham kuchli, katta diqqat qaratishyapti. Endi bu narsani qilish kerak bo'lgan joylari bor. Qilmasdan sport yo'nalishi orqali to'g'rilasa ham bo'ladigan joylari bor. Patologiyalariga qarab bo'ladi, bosqichlariga qarab bo'ladi. Endi hozir oldinlari sport yo'nalishi orqali, ya'ni gimnastika yo'li bilan bu narsani qaytarib bo'lmaydi deb o'ylashgan. Lekin bugungi kunda bu narsani ko'plab isboti bo'lyapti. Ayniqsa chet davlatda bilamiz, lazerlardan, intim plastikalardan sekin-sekin ayollar tushunib yetib, avval men sport qilib ko'ring, avval men gimnastika qilib ko'ring. Chunki gimnastika qilganda Rayhon opa hech narsani yo'qotmaydi ayol. Plastik qilganda albatta u teri kesiladi, yallig'lanadi, keyin o'tga antibiotiklar ichish kerak, analizlar topshirish kerak, o'tda yo'qotish bo'ladi. Bu yerda elastiklik oshiriladi. Qarang, hozir siz aytyapsizki, agar plastikaga murojaat qilinsa, teri qavatlari qaysidir ma'noda
tortiladi, silliqlanadi, lekin uni ortida turgan mushaklar bor-ku. Asosiysi bu mushaklar. Uni mustahkam qilish kerak, to'g'rimi? Demak, baribir xohlaymizmi, yo'qmi, sportga murojaat qilishimiz kerak ekan. Operatsiya bu yechim emasda, ya'ni operatsiya qildirsam, bo'ldi, shu bilan men oxirigacha ketaman bemalol. Bu yog'iga qildirmasam ham, hech narsa qilmasdan yursam ham bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, biz shunaqa ko'rganmizki, ginekolog ustozlarim bor, biz boramiz o'tga. Borganimda 10 yil bo'lgan, plastik operatsiya bo'lganiga, lekin ahvol yana o'sha. Nima uchun? Bizning mushaklarimiz cho'ziluvchan, elastik hisoblanadi va u vaqti bilan cho'ziladi. Bizlar noto'g'ri ovqatlanamiz, stress olamiz. Stress eng katta dushmanimiz hisoblanadi bizning mushaklarimizni. Hattoki tomog'ingiz og'risa ham tana mushaklari bo'shashib, zaiflashadi va bu narsa bizning ayniqsa shilliq qavatlarimizdagi mushaklarga juda ham kuchli ta'sir o'tkazadi. Operatsiyadan keyin nima uchun kelish kerak? U joyda fibrozlar, ya'ni chandiqlar hosil bo'ladi. Mana shu chandiqlarni biz qayta tiklashimiz kerak. U joyda ikkita mushak kesilgandan keyin bir-biriga ulanadi va mana shu ulangan joylarida nervlari va qayta birikib ketish tezlashishi kerak, qon yaxshi aylanishi kerak bo'ladi. Biz gimnastika vaqtida o'sha yerlarda qonni yaxshi aylantirib beramiz va natijada ayolda tiklanish tezroq bo'ladi va operatsiya qildirgan uzoq muddatga yetib beradi. Operatsiya ham deylik 3-4 bosqichlarida qildirish maslahat beriladi, tavsiya beriladi. Bilasizmi, ba'zi holatlarda yaqinlarim bilan, tanishlarim bilan suhbatlashib qolganda aynan mana shu mavzuda nega endi aynan intim plastikaga murojaat qilyapsiz deganimda shunga ehtiyoj bor deydi. Lekin bu holatni sport bilan yengsa bo'ladi-yu desam, yo'q, shunaqasi ham bo'ladi. Hattoki bilmaydigan ayollar bor. Meni bilishimcha, menda bor ma'lumotlarga qaraganda, adashmasam bir 40-yillarda aynan mana shu intim gimnastikaga katta e'tibor qaratilib, aynan mana shu gimnastikani nima deydi, yo'lga qo'yishgan, to'g'rimi? To'g'ri. Keling, mana shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Chunki ko'p holatlarda haqiqatdan ham o'sha plastikaga murojaat qilmasdan sport bilan bu yechimini topsa bo'ladigan holatda, o'zingizni qiynamasdan, og'riqlarni his qilmasdan, juda bir mushaklarni har doimgidek sog'lom va baquvvat qilish uchun biz xohlaymizmi, yo'qmi, bu mushaklarni biz har doim tonusda ushlashimiz kerak. Har tug'ruqdan so'ng u baribir bo'shashadi. Uni yana joyiga qaytarish uchun xohlaysizmi, yo'qmi, har safar plastika qilmaysiz-ku. Menimcha sport bilan yana joyiga keltirganimiz yaxshi. O'sha presslarni ham bilasizmi? Har doim sport bilan shug'ullanib yurgan, press qilib yurgan ayol tug'ruqdan so'ng ham negadir qorni juda tez qaytib ketadi. Chunki o'sha mushaklari yaxshi bo'ladi-da. To'g'ri. 1940-yilda Arnold Kegel degan shifokor bo'lgan. Ular chet davlatda bo'lganlar, keyin endokrinolog bo'lganlar. Ginekologiya sohasiga o'sha 1940-yillar atrofida sharqqa keladilar. G'arb davlatlar aytishadi-ku, bu soha g'arbdan kirib keldi. Aslo bizda sharqda bo'lgan. Sultonlar, Sulaymonlar paytida, hokimlar, xonlar paytida o'sha xonlarga xizmat qiladigan ayollarni aynan mana shu sohalarini, tanalarini chiroyli qilib erkakka kirgizishgan, ya'ni turmush o'rtoqlariga uzatishgan. Turmushga tayyorlov deganda o'sha davrlarda aynan hamma tarafini tayyorlash tushunilgan. Chunki baribir unga zabardast turmush o'rtog'iga yaxshi farzand dunyoga keltirib berish kerak. O'ta energiya almashinuvi ham bo'ladi. Energichni ayol bo'ladi. O'sha yillarda 1940-yillarda sharqqa kelganlarida Arnold Kegel ko'rik o'tkazishni boshlaydilar ayollar bilan. Shunda ko'rik vaqtida biladilarki, ayrim ayollar kelganida mushaklari tonus juda ham yaxshi, holatlari unaqa yomon emas, qoniqarli bo'ladi va mushaklarini siqish vaqtida juda tonusi yaxshi bo'ladi. Arnold Kegel hayron qoladilar bu narsadan. Qanaqasiga sizlar nima qildinglar? Shuncha ayol g'arbda yurdim, shuncha ayolda muammo bor. Nima uchun sizlarda bunaqa muammo kelib, nima qilasizlar deganda, o'sha vaqtdagi ayollar o'sha kanizaklarda yurgan bo'lsa, sultonlarni, ya'ni xonlarning atrofida kanizak bo'lib yurgan bo'lsa, o'sha yerda xizmat qilib yurganlar, shu narsadan xabari bo'lgan. Ya'ni xizmatchilari bo'ladi-ku, vazirlarning, ayollarini. Bizda shunaqa narsa bor, odat bor. Bu urf bo'lgan o'sha paytda. Mana shu urf bor. Biz ayollar shu narsani qilamiz. Ya'ni bu gimnastika deb tushuntirishgan. Va Arnold Kegel bu narsaga hayron qolgan va g'arbga qaytib ketganlar. G'arbdagi ayollar u vaqtda deylik
umuman hisobga olinmaydigan ayol sifatida, ya'ni shaxs sifatida umuman qadrlanmagan bo'lgan G'arbda. Ayollar faqat turmushga chiqish kerak bo'lgan, erkaklar uchun xizmat qilish kerak bo'lgan, ularni gapirishga, ularni fikr bildirishga haqqi bo'lmagan. Hattoki bizlarning har oylik ko'radigan ko'riklarimizda ham o'tda bu narsa yomon hisoblangan. Endi keyinchalik Arnold Kegel bu narsani ommaga yoyishni boshlaydilar. Ya'ni har bitta qanaqa yoyilgan u paytda. Ayollar ko'rikka keladi va u ayollarga bu narsani sharqda o'rganganlarini g'arbda o'rgatishni boshlaydilar. Keyinchalik bu narsa bizda nima uchun yo'qolib ketdi? Chunki bizda ko'p urushlar bo'ldi. Bosib olishdi-ku. Rossiya bosib oldi, ko'p Chor Rossiya paytida bu narsalar yo'qolib ketish boshladi. Asosiy mana shu kanizaklar, ular ko'p o'ldirildi, ketib qoldi. Bilamiz Qatag'on davrlarini. O'sha davrda shular bilan birga yo'q bo'ldi. Lekin o'sha davrlardan hali ham oilaviy an'ana sifatida ona qiziga, qizi ya'ni o'zini qiziga o'rgatib kelishi hali ham davom ettirib kelayotganlar bor. Nilufar, bilasizmi, ko'p ayollar tug'ruqdan so'ng peshob ushlab turishga biroz qiynalishadi. Buni tan olib aytish kerak. Bu ham albatta mushaklarni kuchli emasligidan. Kegel mashqlari bilan bularni to'g'rilasa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta bo'ladi. O'tda mushak shunaqa joylashgan bo'ladiki, demak mushakka biz ko'z oldimizga setka keltiramiz. Setka. Mana shu setkani har bitta boylangan joyiga ko'z yopishtirib chiqsak, bu chiroyli bo'ladi. Endi bu ko'zni nerv deb oladigan bo'lsak, qolgani mushak, setkalar. Bizda o'sha mushaklarimizni bir joyda setkalarda yemirilish paydo bo'lsa, u joylar teshilib katta-katta bo'lib qoladi. Hatto kapron kolgotkada ham shunaqa bo'ladi. Oson tushunishlik uchun aytyapman-da. Endi bizda mushaklar shunaqa yemirilishni boshlaydi ichidan, orasida. Go'shtni ochsak, kesayotganingizda orasida plyonka chiqadi, bilasizmi? Yupqa plyonka chiqadi, chandirlari chiqadi. Bizning go'shtlarimiz, mushaklarimiz mana shunday chandirlardan, ya'ni fastsiyalar deyiladi, shulardan tashkil topgan bo'ladi. Mana shu mushaklarimizda yemirilish hosil bo'ladi yoki ular ishlamaydi, o'lib ketmaydi. Bizda har kunlikda mushaklarimiz parchalanib ketishi kerak. O'rta hisobda bir kun yaratiladi. Bu kun xuddi kapalakka o'xshaydi hujayralarimiz, mushak hujayralarimiz. Bir kunlik bo'ladi ular. Agarda ular ishlamay qolsa, ularga qon yetib kela olmasa, ular oxirgacha rivojlana olmaydi va o'z funksiyasini bajara olmaydi. Ya'ni elastikligini bajara olmaydi, tonus ushlab bera olmaydi. Va natijada u mushaklarda yoki parchalanib o'rni bo'shab qoladi, yemirilish hosil bo'ladi yoki bo'lmasam ular o'rnida achchiq yig'ishni boshlaydi. Ko'p ayollarda ostida yoki bo'lmasam son sohalarida umuman ayollar achchiq yig'ilib ketib qolishlari ham mushaklarda suv yig'ilib ketib qoladi. Kaliy qonga o'tib ketadi, qondagi tuz bu yoqqa o'tib ketib qoladi. Ko'pincha ayollarda mushaklar tortishib qolishlari, tomirim tortishib qoldi deydi. Mana shu tortishib qolishlar aslida mushakdan bo'ladi. Endi biz Kegel mashqlari yordamida siydik ushlab tura olmaslikni yaxshilash uchun u joyi bitta ko'rikdan o'tkazish kerak bo'ladi. Albatta, har bitta ayolni mushaklarini tonusi bo'ladi. Mana shu tonusni holatini bilganimizdan keyin, ya'ni siqib ko'riladi va u yerdagi tonusni bilamiz. Tonusni bilganimizdan keyin u joyda nimalar bo'lgan, ya'ni bundan oldin operatsiyalar bo'lganmi? Operatsiya vaqtida bilamizki, u joyga kateter qo'yiladi. Kateter hisobiga u joyda mushaklar yallig'lanadi yoki narkoz oladi yoki juda ham ko'p og'riq qoldiruvchi dorilar ichadi. Bu ham albatta mushaklarimizni yemirilishiga yoki bo'lmasa u joyda nerv ishlamay qoladi. Mana shu nervlar nima uchun kerak bizga? Aslida u joyda nima bo'layotganini bilib turishimiz uchun va sezishimiz uchun. Shunaqa ayollar bo'ladi, juda ham ko'p sistit bo'lib qolishadi. Bu sistit ham deylik har xil sistit bor. Deylik stressiviy sistitlar bo'ladi. Ya'ni bu xohlasa-xohlamasa asabiylashdimi sistit bo'lib qoladi. Yoki ko'chaga chiqish oldi shunaqa ayollarni bilaman. Uydan chiqib keta olmayman ko'chaga deydi. Nimaga chiqib keta olmaysiz desam, ko'chadagi hojatxonalarga kira olmayman. Deydi, keyin hojatxona qidirib yuraman deydi, mana og'riydi deydi. Sistit bo'lib qolaman deydi. Bu qo'rquvdan bo'ladi aslida. Misol uchun o'ta gipertonusdan ham bo'ladi. Yoki deylik insonlarga ommaga qo'shilib ketishdan qo'rquvlari bo'ladi yoki etishdan qo'rquvlar yoki shifokorga borib ko'rinish qo'rquvlari bo'ladi. Yoki ularda ko'p nima qiladigan zo'ravonliklar bo'ladi. Oiladagi zo'ravonliklarning hisobiga ham bizda o'sha ba'zi a'zolar, toz a'zolarimizda muammolar kelib chiqadi. Siydik ushlab tura olmaydi yoki bo'lmasam yana ham undan ham og'riqlari, bachadon tushishlari boshlanadi. Bachadon tushishlari ham deylik bu miyaga bog'liq.
biza aytamiz ko'p ayollar bugungi kunda ko'chaga chiqib ketishyapti ishlashgada mas'uliyatni bo'yniga olishadi va shu vaqtda ular ichidan o'tkazadigan bir gap bor: man erkakni ishini qilaman, man ko'chaga chiqib erkak bo'lib kelaman, uyga kirib ayol bo'laman. Mana shu vaqtda bizni miyamiz ikkilanib qoladi. Deylik, man erkakman deyotganda ko'chaga chiqayotganida miya nima funksiyani bajaradi? Ya'ni unga buyruq beryapsiz. Man erkakman, ko'chaga chiqqanda men erkakmanmi deb ikkilanish bo'lsa kerak. ikkilanish bo'lgan vaqtda o'sha davrda ayolda tonus kuchayib ketib qoladi yoki o'ta bo'shashib ketishlar yuzaga keladi. Mana shu bo'shashib ketish vaqtida siydik qoplari, siydik naylari tushishlari boshlanadi. Ayolning qovog'ini ichida juda ham ko'p miqdorda suyuqlik yig'ilish natijasida og'irlikni ko'tara olmaydi. Yana u ko'chaga chiqib og'ir yuklarni ish qiladi, ko'p o'tirib ish qiladi, hojatga vaqtida kirmaydi, ko'p peshobini ushlab turadi. Manda bir kunga yetadi peshob ushlab turishim deyishadi. Bu aslo normal holat emas. 1-1,5 litrgacha siydik ko'tarib tura olmaydi. Bizning siydik qopimizda o'rtacha 200-300 millilitr suyuqlik ko'tarishi mumkin. Bir stakan suv uyog'iga, bir stakan suv, bir piyola suv desak ham bo'ladi. Shunaqa kichkina bo'lgani uchun u kattalashib, ya'ni xuddi sifat bo'lib ketadi va bu orqali u ayolni toz a'zolarini ezishni boshlaydi. Chunki ichkarida suyuqlik bor va u yon atrofidagi a'zolarni ezib qo'yadi. Shu orqali ham mushaklarimizda parchalanish boshlaydi, yemirish boshlaydi. Ayniqsa 25 yoshdan keyin ayollarda mushak yemirilishi tezlashyapti. Bugungi davrga kelib Covidni o'tkazdik. Covid faqat o'ylaymizki, bizani o'pkamizga ta'sir qildi. Aslida u shilliq qavatlar kasalligi Covid. Bizani o'pkamiz shilliq qavat, jigar, ichaklarimiz shilliq qavati. Bizni jinsiy a'zolarimiz ham shilliq qavatlardan tashkil topgan. U mushaklarimizni kelib zararlayapti. Bezlarimizni kelib zararlayapti. Bizda ayollarda Bartolin bezi bor. Aynan o'sha bez bizni namlantirib turadi. Ya'ni toz a'zolarimizdagi chiqib turadigan namlikni boshqaradi. Mana shu bez ishdan chiqqanda o'ta quruqlik yoki o'ta namlik hosil bo'ladi. Agarda Bartolin bezidan o'ta namlik juda ham ko'p chiqib ketadigan bo'lsa, bu moy. Bartolin bezi o'zidan moy ishlab chiqaradi. Uni ichida mushaklarning cho'zilishi bor, ya'ni deylik homilador ayol. Tug'ruqqa tayyorlanish vaqtida, tabiiy tug'ruq vaqtida keraklicha ayol tug'ruqqa tayyor bo'lishi kerak. Razriflar tushmasligi uchun elastik bo'lishi kerak. Mana shu elastiklik uchun Bartolin bezi javob beradi. Bartolin bezi endi anutda bor edi, endi uni ko'rsata olmayman. Bartolin bezi ikkita jinsiy lablarning tek qismida joylashgan bo'ladi. Ya'ni ikkita yonboshning o'rta qismida joylashgan bo'ladi. Mana o'sha joydan agarda yetarlicha suyuqlik, ya'ni moy ishlab chiqarilmasa, ayollarda o'ta quruqlik hosil bo'ladi. Quruqlik bu mushaklarni deylik tez yemirilishiga olib keladi. O'ta namlik esa ularning cho'zilib ketishiga olib keladi. Ko'p ayollar bu narsaga ahamiyat bermaydi. Manda namlik bor deshadi, shifokorga borishmaydi. Aslida bu namliklar ortidan juda ham o'ta kengliklar hosil bo'ladi va bu kenglik natijasida u yerga keragidan ortiq havo yig'ilishi boshlaydi. Yoki bo'lmasam u joyda infeksiya kirishi boshlaydi. Bilamizki, ko'p og'zi ochib uxlaydigan bolalarda tomoq kasalliklari ko'p bo'ladi. Og'zi og'rib qoladi, tomog'i og'rib qoladi. Bizda ham xuddi shunday toz a'zolarimizda ham agarda ochiq holatda bo'ladigan bo'lsa, u yerga havo kiradi va infeksiya kirishi juda ham tez bo'ladi. Va shu narsaga bir qarshiligim bor meni. Ko'pchilik ayollar hojatxonaga kirishganida mashq qilish esiga tushib qoladi. Va eskitdan bu narsa hojatxonaga kirayotganda peshlab ushlab tura olsangiz, bu mushaklaringizni tonusi yaxshiligidan deyishadi va har safar hojatxonada qilishadi. Men bu narsaga juda ham qarshiman. Nima uchun? U joyda shundoq ham kenglik bor va kenglik natijasida u yerga tez infeksiya tushishi bor. Bunaqa holatda hojatxonaga kirganda tezda hojat qilib chiqib ketishadi. Agar siz shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz bilim olishga tayyorsiz. Va bugungi mavzu sizlarga manzur bo'lyapti degan umidaman. Ushbu mavzudagi maxsus jonli dars Premium kanalimizda bo'lib o'tadi. Premium kanalimizga ulanish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'zi aslida nafaqat meditsina tomonidan, balki dinimiz tomonidan ham tez kirib, tez chiqinglar deyilgan. Ishni bajarib, tezda chiqish kerak. Haqiqatan ham infeksiya juda ham katta u yerda. Ayrim holatlarda o'sha suvni tushirayotganda ko'pchilik qopqog'ini ham yopmaydi. U 2 metr balandlikkacha ko'tariladi va qayergacha borgan o'ylang, yuzimizdan ham
yuqoriga ko'tarilib ketar ekan. U degani nafaqat ayrimlar borki, hali turib ulgurmasdan bu suvni qo'yib yuborishadi. Bu degani butun infeksiya bo'ldi, ichkariga kirib ketdi degani. Mana shularga ham alohida e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Hozir siz juda ham kerakli va yaxshi ma'lumotlarni beryapsiz. Bilasizmi, Nilufarxon? Ko'p ayollar oyog'idagi varikozga juda qattiq e'tibor beradi-da, borishadi, ukollar qildirishadi, kerakli bo'lgan haligi cho'lkilarni qimmatbaho $100 ortiq turadi, bilaman, u cho'lkilarni sotib olib kiyishadi, operatsiyalar qildirishadi. Lekin reproduktiv sistemada ham mana shunday varikozlar bo'lishini bilmaydiganlar bor. To'g'ri aytasiz. Ichki varikozlar, bachadon varikozlar juda ham zo'r mavzu etdingiz. Qarang, bunaqa narsani qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Men oddiyroq tushuntirishga harakat qilaman, chunki bizda oddiy ayollar yashaydi. Hammani ko'chasidan ariq o'tganini ko'rganmiz. Mana shu ariqda qayerdadir tiqilish hosil bo'lsa, boshqa bir ariq yo'lida deylik suv toshib ketadi. Hammani ko'chasidan ariq o'tganini ko'rganmiz. Mana shu ariqda qayerdadir tiqilish hosil bo'lsa, boshqa bir ariq yo'lida deylik suv toshib ketadi. Nima uchun toshyapti? Chunki boshqa joyda tiqilish bor. Demak, tiqilish bor joyda, boshqa joyda oqib kelayotgan joyda nima bo'ladi? Ariq toshib kengayib ketadi. Bizda varikoz deylik. Arteriya qon tomiri yurakdan pastga qarab oqadigan bo'lsa, vena pastdan tepaga qarab oqadi. Mana shu tepaga qarab oqim vaqtida bilamizki, bizda yer tortishish kuchi bor. Mana shu tortishish kuchi pastdan tepaga chiqarishga qiynaladi. Yurakdagi klapanlar bor, bilamiz. Hamma yurakdagi klapanni biladi. Lekin mana shu klapanlar tomirda ham bo'ladi. Tomirdagi klapanlar mana bunaqa joylashgan bo'ladi. Har safari yurak klapani ochilganida tortib oladi qonni, o'sha vaqtda tomirlarimizda ham klapanlar ochiladi. Va bu klapanlar agar yurak klapani yopganda, bu klapan yopilmay qoladi. Va natijada bitta chiqib ketgan qon uni qaytib yana ozgina tushadi. Qanchadir miqdori ko'tariladi, yana tushadi. Demak, oxirigacha chiqib ulgurmaydi. Oxirida chiqdi, qolgani tushayotgan vaqtda ko'p miqdorda pastda klapan ushlab turmayapti-ku. Tagida ushlab turibdi, bir necha qatorda ushlab turibdi, qolgan qaytib kelayotgan qonlar pastga kelib tiqilishni boshlaydi. Ya'ni ishlayotgan klapanga kelib tiqilishni boshlaydi. Va natijada ular baribir pastdan oqyapti-ku qon tepaga har safar qilganda, u yonida qolib ketgan qon oqimi pastga yoki yon tarafga qarab yo'l qidirish boshlaydi va bu klapan yetishmasligidan ham kelib chiqadi. Faqatgina ayollar yurakdagi klapan yetishmasligiga qarashadi. Nafaqat ayollar, bu erkaklarda ham bor narsa, varikotseliya kasalliklari bor. Mana shunaqa vaqtda deylik, ko'pchilik oyog'ing tepaga ko'tarib yot deydi. Bu aslo noto'g'ri narsa. Yoki ayollar hozir taksistlik qilyapti yoki o'tiribdi, mana 5 soat bir joyda o'tirib turdingizmi? Reski turish kerak emas. Biroz oyoqlarni yozib, cho'zib, sekin qimirlab yon taraflariga, ana undan keyin turish tavsiya etiladi. Agarda reski turadigan bo'lsak, mana shu vena qon tomirlarida o'zi shundoq ham klapan yetishmovchiligi bor. Varikozga moyilligi bormi? U joydagi qon tromblashadi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, qaysidir bir qismlarida tromb yig'ilish boshlaydi. Va mana shu tromb, Xudo ko'rsatmasin, любой organizm ichki organlarimizning qaysidir bir joylarida, kichik joylariga agar kirib tiqilib qoladigan bo'lsa, o'sha joyda insult hosil qiladi. Insult faqat miyada deb o'ylashadi, yo'q. Qora to'rig'i yorilib ketibdi, pochkada qon tomirlari yorilib ketib qopti, boshqa joylarda ichki a'zolarida qon yorilib ketib qopti, tomir yorilib ketib qopti, bilmay yurgan ichki qon ketib qopti deyshadi. Mana nimadan kelib chiqadi. Xo'p, nima ekan bunisi desa, ko'p haydayapti mashina yoki ko'p o'tirib ko'p o'tirganidan tromb yig'ilib qolgan deydi. Yoki mana gips qilishadi. Gipsda ham ko'p muddat o'tirib qoladi, yotadi, oyoq qimirlamaydi, harakatlanmaydi, yechgandan keyin tezga harakat qilishadi. Mana bu ham noto'g'ri. Ayniqsa ichki varikozlarda ham deylik, buni hozir men tashqisini tushuntirdim, ichkisi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ichkisida ham tiqilmalar hosil bo'ladi. Ichaklar katta bo'lib ketadi, ortiqcha vazn, ichaklarni osilib qolish, tez ko'p ovqat yeb qo'yish, ya'ni bo'kib ovqat yegandan keyin ichaklar uni hazm qila olmaydi va natijada bizani deylik qon tomirlarimiz orqa kurak qismimizdan umurtqamiz desak, umurtqadan keyin katta qon tomirlar o'tgan. Yoki qiyshayib o'tirishlar, bukchayib o'tirishlar, lardozlar, kifozlar, bularning hammasi tomirni qiyshayib bosib qo'yishiga olib keladi. Eng achinarlisi,
o'sha qo'limizdagi, oyog'imizdagi, yuzimizdagi nuqsonlarni biz ko'ramiz, lekin ichki organimizni biz ko'rmaymiz-ku. Ha, mana shuning uchun ayollar gimnastika menga kerak emas deb o'ylashadi. Aynan toz ostida yig'ilib qolgan varikozlar hisobiga juda ham ko'plab kelinchaklar dunyodan ko'z yumdi tug'ruq vaqtida. Varikozlar yorilib ketadi yoki kesirma vaqtida bilmay qolishadi. Menda shunaqa holat bo'lgan, o'zimdagini gapirib beraman, varikozimni. Menda birinchimni tug'gan vaqtimda siydik qopimda juda kuchli siydik yig'ilib ketgan ekan. Ya'ni menda siydik qopi tushishi bo'lgan. Ichkarida varikoz bo'lgan. Varikozlarimni hisobiga tug'olmayman deb o'ylaganman. Har doim borardim shifokorga. Shunday bo'ldiki, tug'ganimda haqiqatda menda varikoz yorilib ketdi. Ko'p qon yo'qotdim. Shuni hisobiga shifokorlarim tez tibbiy yordam ko'rsatishdi menga. Srazu u joyda tozalash kerak bo'ladi. Ichini agar yaxshi shifokor bo'lsa, srazu o'tirib tozalaydi. Ya'ni matkani ichini qondan tozalab, qattiq qon tomiri yorilib ketdi. Buni topish kerak, u joyni kuydirish kerak bo'ladi. Shunaqa kuydirishdi birinchimda ham. Ikkinchimda shunday bo'ldiki, hattoki hushimdan ketishgacha bordim. Oldimda qaynopam kirgan edilar. Uxlama deyapti. Doktorim ko'rib turibman, tug'ruq mahali yorilib ketgan, hamma yoqlari qonla sachrab ketgan, ko'rib turibman. O'zim vahimadaman, ikkinchi farzandim, o'g'il tug'yapman. Men o'yladim o'lib qolaman. Chunki o'sha boshim aylanyapti, sezmayapman, og'riq sezmayapman, umuman tanamni sezmayapman. Ko'p qon yo'qotyapman. Bu yoqda kelib menga ukollar qilishyapti, chunki kapnitsada bo'lganman. Nimalardir qilishdi, saqlab qolishdi. 2 soat shifokorim tepamdan ketmadilar. Baraka topsinlar. Shunday bo'ldiki, ayollar bilmaydi. Men-ku bilib qoldim, menda varikoz borligini, meni-ku shifokorim bildi. Qanchadan qancha ayollar varikozlarga ahamiyat berishmaydi. Men bitta o'limdan qoldim. Men xohlardimki, bunaqa holat hech qaysi ayolda bo'lmasligini xohlardim. Shu sabab ikkinchi farzandimdan keyin bu ishga kirishganman. Yo'q, men o'qishim kerak ekan. Men bu narsani bildim, menda shu narsaga qobiliyat bor. Men qanchadan qancha ayollarga bu ilmni yetkiza olaman. Ular ham bilishlari kerak bu narsani. Chunki men o'tkazdim bu dardni, men xohlamayman boshqa ayol bu narsani qilishini, chuvstvat qilishini, his qilishini xohlamayman. Demak, 3-farzandga siz yaxshi mushaklar bilan, tayyorgarlik bilan borasiz, inshaalloh nasib qilsin deymiz. Bilasizmi, ko'p holatlarda ayollar haqiqatdan ham o'zining salomatligiga e'tibor beradi, sportni kanda qilmaydi, haftasiga 3 marotaba boradi sport klublariga. Hozirgi kunda pilates degan yaxshi bir sport turi paydo bo'lgan, juda ham yordam beradi. Shaxsan men o'zim pilates bilan shug'ullanaman va ayniqsa 40 yoshdan keyin juda tavsiya qilishar ekan. Nafaqat 40 yoshdan keyin, balki hozir men 17 yoshli qizimga ham tavsiya etishdi. Agar imkon bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, pilates bilan shug'ullanganingiz yaxshi deyishdi. Shunday holatlarda sport bilan shug'ullansa-da ko'p e'tibor beramiz. Qornim ketmayapti. Yaxshisi borib plastika qildiraman deydi. Ya'ni kesib, ortiqcha o'sha fartuq bo'lib turgan qorinni kestiraman deydi. Lekin aslini tagini oladigan bo'lsak, bu diastaz bilan bog'liq bo'ladi ko'p holatlarda. Diastazga siz nima deysiz? Diastaz bu tug'ruq, homilador bo'lamiz. Homilador bo'lish vaqtimizda bizda mushaklar bor qornimizda. Ya'ni korset mushaklarimiz bor. Mana shu korset mushaklarimiz ochiladi. Uni o'rtasida yupqa oq plyonka bo'ladi. Mana shu plyonka shunchaki cho'zilib beradi. Keyin u qisqarib yopilganda yopib berish kerak. Ayolida bu yopilmay qoladi. Mana shu yopilmay qolishini hisobiga nima bo'ladi? Ayolida mana bu yerda bizani biqin qismimizda, mana biqini chiroyli qizil bo'ladi. Nimaga? Bu qismimizda bizani qiyshiq mushaklar joylashgan. O'rtada primoy, ya'ni to'g'ri mushaklar joylashgan. Mana shu qiyshiq mushaklar deylik, xuddi korsetimizdan qiyshiq keladi, o'rtadagisi mundoq va mundoq yopiladi. Mana shu qiyshiq mushaklarimiz yopilmay qoladi. Tortilib qoladi, ikkita chetga cho'zilib qoladi. Nimaga? Yog'dan. Diastazni yopolmaydi va diastazni yopish uchun press qilishadi. Eng battar ochib yuboradi. Chunki boshni pastga engashtirgan vaqtda bu o'zi shundoq ham mana bunaqa ochiq turgan bo'lsa, bu yana ham katta ochiladi va ichaklar tashqariga chiqib ketadi. Ko'p holatda men eshitganman, shunaqa bo'lganki, borgan qorni hisob press qilaman degan, press qilganda ichaklari bu yoqqa chiqib ketib qolgan. Ya'ni qorin bo'shlig'idan teri qatlamga chiqib ketib qolgan. Aslida ularga mumkin emas. Mumkin emas. Pressni birinchi ketkazish uchun to'g'ri nafas olishni o'rganish kerak. Diafragma degan bizda a'zoyimiz bor. Erkaklarda diafragma deylik bitta bo'lsa,
ikkita bo'ladi, ikkinchisi taz diafragmasi, ularda kichkina bo'ladi, chunki a'zolari tashqarida. Asosan ayollarda bo'ladi ikkita diafragma. Bu diafragma nasos bo'ladi. Diastazni yo'qotishdan oldin albatta diafragmaga nafas olish kerak bo'ladi. Ko'pchilik ayollarda diafragma qisilib qolgan bo'ladi, chunki ko'krak qafasi bilan nafas olishadi va natijada diastaz ishlamay qoladi. Qoringacha yetib bormaydi u havo. Chunki diastaz pastga tushishi kerak va o'pkani tek qatlamlaridagi qismlariga kislorod yetib borishi kerak. Shunaqa bo'ladiki, ayollar oxirigacha nafas ololmaydi, diafragma ishlamayapti. Va natijada bu qisqara olmaydi, yopilmaydi, chunki qon aylanmayapti. Bizani yuragimiz o'zi bitta nasos bo'lsa, matka ikkinchi yurak bo'lsa, u ham bir nasos hisoblanadi, chunki doimiy qisqaradi. Endi diafragma asosiy nasos. Suv kelmayotgan bo'lsa, nasos yoqsa suv sharillab oqishni boshlaydi. Endi tanada ham qon hamma tochkada aylanishi uchun ayollarda ayniqsa ichki nasos, ya'ni diafragma ishlashi kerak. Birinchisi tepa diafragma, ikkinchisi tazviy diafragma. Biz nafas olganimizda, diafragmalniy nafas olganimizda bizda har ikkalasi ishlashni boshlaydi baravariga. Ko'krak qafasi bilan nafas olganda nomiga siqish bo'ladi. Diafragmada biroz qimirlaydi. Shuni hisobiga diastaz ketmaydi. Diastazdan oldin diafragmali nafas olish kerak, undan keyin vakuumga tayyorlash kerak bo'ladi. Vakuum qilganingizda vakuum jivatda bor, qorin bo'lmi ichkariga kirib ketadi. Albatta vakuumni ko'pchilik noto'g'ri qiladi. Kuchanib bor kuchi bilan qorinni ichkariga tortishadi. Bu noto'g'ri. Qorinni ichkariga qattiq tortish mumkin emas, ayniqsa qorin katta bo'lganida. Nega? Qorinni shar deb olsak, sharni ichkariga bunda o'rtasidan siqsak, ikkiga ajralib qoladi. Bizning qornimizdagi ichaklarimiz ham bosim bo'ladi. Bizda qorinda brushnoy bosim deyiladi. Mana shu brushnoy bosim bizda qattiq siqilganlik hisobiga toz osti a'zolarimizni tashqariga itarib yuboradi va u yerda o'zi bir donagina bizda qon mavjud va u bola tug'ishga mo'ljallangan uchun bemalol elastik bo'lib kengaya oladi, kattara oladi. Ana o'sha qon orqali ichki a'zolarimizni chiqarilib yuborishiga sabab bo'lib qoladi. Ko'p ayollarda sistotseli, rektotseli, enterotseli kasalliklari bor. Bu kasalliklar nima? Rektotseli orqa yo'g'on ichakning tushishi hisoblanadi. Sistotseli bu siydik pufagining tushishi hisoblanadi va uterotseli bu bachadonning tushishi hisoblanadi. Ko'pchilik bachadon tushishini bachadonimi bo'yni tushibdi, lekin bachadonim joyida ekan deb o'ylashadi. Aslida bizning jinsiy a'zolarimiz ketma-ketligiga ulangan. Biz vakuumda diastazni ketkazayotganimizda o'sha pastdagi prolapslar, ya'ni tushishlar, organlar tushishlarini ham hisobga olib turib keyin qildirishimiz kerak. Diastazi bor, pastda ham holat yomon bo'lib turibdimi? Prolapslari bormi? Biz ularga pressni umuman maslahat bermaymiz. Oldin biz toz osti gimnastikasini qilishimiz kerak. Ana undan keyingina vakuumga o'tiladi. Mustahkamlab olib, undan keyin tepaga o'tishimiz kerak. Chunki bizda pastki a'zolarimiz eng tagida va tepa bosimli hisobiga ular o'zi shundoq ham ezilib turibdi. Xuddi siz turibsiz, sizni ustingizga yuklar ortib qo'yilgandek, bizni toz a'zolarimiz shunaqa o'tirgan bo'ladi. Chunki uning ustida ichaklar bor. Anatomiya nimada bo'lganda ko'rsatgan bo'ladi. Yo'q-da. Xullas, bizda qindan keyin bachadon ustida yo'g'on ichak, yo'g'on ingichka ichak, keyin tepa a'zolarimiz bo'ladi. Bachadonimizni ko'pchilik o'ylaydi, qatgadir yopishtirilib qo'yilgan deb tasavvur qilishadi shekilli-da, menimcha ayollar. Aslida unaqa emas. Bizning bachadonimiz toz bo'shliq haqiqatda bekorga aytilmagan bo'shliq. Mana shu bo'shliq o'rtasida joylashgan. Orqasida yo'g'on ichak, oldida siydik pufagi joylashgan. Va o'rtada, endi u o'rtada qanday muallaq turibdi deb o'ylashadi. Bizani Xudo shunaqa yaratganki, u joyimizni bog'lamlar bilan bog'lab qo'ygan. Ya'ni siz turibsiz, bu yoq qorningizdan boylab u yoqqa yopishtirdi, bu yoqdan olib kelib bu yoqqa yopishtirdi, oldidan olib kelib oldiga, bu yoqdan olib kelib orqaga yopishtirdi. Xuddi mana shunday bog'lamlar orqali yopishtirilgan, boshi pastga ruku holatda egilib turgan holatda bo'ladi. Biz bachadonimiz ruku holatda egilib turadi. Shuna holatlar bo'ladi, zagib matka deyishadi. Ya'ni orqaga yoki oldiga egilib qolishlari bo'ladi. Zagib matkalar ham deylik patologiya bo'lishi mumkin. Tug'ruqdan keyin, kesirva bo'lgandan keyin orqaga aylanib qolishi mumkin. Hech qachon zagib matkani to'g'irlashga harakat qilish kerak emas. Mani ustozim Muborak Eminovna bilan gaplashganimizda menga shu narsani tushuntirib berganlar. Juda ham zo'r ginekologlar, ustoz ginekologlar, ular Sog'liqni saqlash vazirligida ham ishlaganlar, hozirda pensiyadalar.
Menga aytganlarki, Nilfarxon, iloji bo'lsa zagib matkalarni to'g'irlashga harakat qilamizmi degan savol berishganda, siz aslo yo'q deb ayting deganlar. Mani bir praktikamda bo'lgan voqea deb aytib berganlar. Zagib matkani bir kelinchak chiqqanida, shunchaki ko'rikka chiqqan bo'lgan, yangi kelinchak bo'lgan, 6 oylik kelinchak bo'lgan. Chiqqanida, "Voy, sani matking zagib ekan, shuni bachadoningni to'g'irlab beraman" deganda, u ayolni u kelinchak ichidagi qon tomiri yorilib ketishini hisobiga o'sha stoldayoq vafot etgan. Shuning uchun zagib matkani iloji boricha to'g'irlab qo'yaman, massaj qilib qo'yaman, "Ke, buni to'g'irlaymiz, bu senga zarar" desa ishonmasliklarini tavsiya qilardim. Borib uni massaj qilib to'g'irlash shart emas. Shunchaki toza osti mushaklariga yaxshi ahamiyat berish kerak, uni salomatligiga ahamiyat berish kerak. Zagib matkalar bilan yoki ikkitali bachadonli bo'ladi. Ya'ni ikkiga bo'linib qolgan. Ular patologiya hisoblanadi. Bunaqangi bachadonlarni ham to'g'irlashga yoki nimadir qilishga harakat qilish kerak emas. Ular bilan bemalol homilador bo'lsa bo'ladi, tug'sa bo'ladi bemalol, hech qanaqa yomon joyi yo'q. Endi u shunaqa yaratilgan. U shunaqa yaratilgan. Birimizni Lekin funksional. funksiyasini bajaryapti. Bu unisiga ahamiyat berish kerak emas. Endi bachadonni mana diastaz katta, ichaklar bu yoqqa chiqib yotibdi, ichaklar keng, ovqatni ko'p yeydi, uglevod ko'p iste'mol qiladi, ichaklar tugul mushaklar ham dabdalasi chiqib yotibdi. Mushaklar ham aytaylik holati xarob. Endi bu holatda biz nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda ayol uyqusini to'g'irlashimiz kerak. Bu protokol bor. Uyqu to'g'irlanmas ekan, bizda melatonin chiqmas ekan, u ayolda mushaklar tiklanmaydi. Chunki bizda gormonalniy bilamiz. Va hayz davrlarida ayollar ko'p gimnastikaga borishadi. Men bunga qarshiman. Mayli, hozir meni sportsmenlar, sportchilar yomon ko'rishar, gimnastikachilar, ammo men toza osti a'zosi mutaxassisi bo'lganim uchun bu narsani aytishim shart. Hayz davrida ayollar mashg'ulotlar qilish kerak emas. Yengil qilish mumkin, LFK qilish mumkin, ya'ni yelkalarimiz oldi mana bunaqa qilganmiz, bu holatlarni qilish mumkin. Lekin malakali sportchilar, malakali o'sha trenerlar agar men hayz ko'ryapman desa, imkon qadar juda ham bir sekin va kichik mashqlarni beradi. Malakali sportchilar. Chunki ular ham bilishadiki, u davrda o'zini ortiqcha zo'riqtirish kerak emas. Nima uchun? Buni tushuntirib o'tib ketaman. Bizning bachadonimiz hayz davrida, deylik, hayzsiz tuxumdek holatda bo'ladigan bo'lsa, hayz davrida katta pomidordek bo'ladi, ya'ni behi shaklida katta bo'ladi. Va biz mashq davrida gormonlarni o'zgartirib qo'yamiz. Chunki mana erkaklar mashq qilganda testosteron ko'tariladi, ayollar mashq qilganda estrogen ko'tariladi. Endi mashq qilishni boshlayotgan ayollar bor-ku, ularga hayz davrida вообще mumkin emas qilish. Ular qiladigan bo'lsa, sikli buzilib ketib qoladi. Hayz sikllari buzilib ketib qoladi. Bu buzilishi hisobiga u ayolda naborot semirish bo'lishi mumkin. Naborot 2 barobar semirib ketadi. Men mashq qildim deb semirib ketdim nimagadir deydi. Ha, chunki u yerda o'zi progesteron chiqish kerak. Lyuteinovый fazalari bor. Estrogenni chaqirishimiz kerak emas u vaqtda. Shuning uchun ayollarning organizmi murakkab deyshadi. Azaldan. Ayollar o'zini ehtiyot qilish kerak, ortiqcha yuk ko'tarish kerak emas. O'zini yaxshi ko'rish. O'zini yaxshi ko'rish. Biz nozik xilqatmiz. Biz erkaklarga o'xshab har doimgidek aktivni harakat qila olmaymiz. Jahl qilib og'ir ko'tarish kerak. Rostdanamda bor shunaqa ayollar. Eriga jahl qiladi, bir narsani olib qo'yinsa olib qo'ymaydi, o'rniga o'zi olib qo'yadi. Aytganingizdek opущение matki, opущение o'sha aytganingizdek ko'p o'sha holatlarni guvohi bo'lamiz-da va eshitganmiz. Shuning uchun juda o'zimizni ayab, juda o'zimizni sevib, bejizga o'sha tug'ruqdan so'ng ham 40 kun chilla deyilmagan, o'zingizni asrang. Ayrim paytlarda kelinni onasinikiga jo'natishgan. Oldinlari tiklanib kelsin, ortiqcha ish qilmasin, ish buyurilmasin, kir yuvib qo'ymasin, harakat qilmasin, faqat va faqat o'zini organizmini tiklash bilan band bo'lsin deyilgan. Chunki mana shu 40 kun ichida organizm tiklanmadimi, bo'ldi. Hamma kasalliklar, hamma mushaklarni o'zini tashlab yuborishi shuning orqasidan bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham bizning uyimizda har safar farzand dunyoga kelganda 40 kun
men ishga chiqishim kerak desam ham hech qayerga chiqarmasdan meni uyda ushlab o'tirishadi. Chunki yaqindagina tug'ruqni boshingizdan o'tkazdingiz, kelin, o'zingizni asrang, avaylang deb avvallar jahlim chiqardi. To'g'ri, kelinman ayta olaman, lekin hozir o'ylab ko'rsam juda ham to'g'ri qilgan ekanlar qaynona onamlar. O'sha turmush o'rtog'im bilan birgalikda meni ishga chiqarmasdan, ortiqcha harakat qildirmasdan, faqat va faqat o'zingiz bilan band bo'ling deb to'g'ri ish qilishgan ekan. Va hozirgi kunda salomatligimni shu darajada yaxshi bo'lishiga o'sha tug'ruq paytida o'zimni ayaganlarim va undan so'ng sport bilan muntazam shug'ullanishim katta yordam berib kelyapti. Va siz aytgandek o'sha kegel mashqini birinchi farzandli bo'lganimda onam menga tavsiya qilgandilar va hali hanuz mana shu mashqlarni men qilib kelaman, kam bo'lganim yo'q. Yordam bersa berdi-yu, lekin zarar bo'lgani yo'q. Shuning uchun sizni taklif qilib bugun juda ham xursandman. Boisi juda ham bir kerakli o'zimizni tilda ayollarimizga tushuntirib berdingiz va hozirgi paytda qizlarimizda, ayollarimizda savol tug'ilishi mumkin. Juda ham ko'p savollar bor. Men buni aniq bilaman. Bu savollarga esa bizni Telegram premium kanalimizda Nilufarxon javob beradilar. Tashrifingiz uchun rahmat. Sizni ko'rib xursand bo'ldim va kerakli bo'lgan maslahatlarni bizga berganingiz uchun alohida tashakkurlarni izhor etaman. Omon bo'ling.